Shams surasi Makka da nozil qilingan 15 oyatdan iborat. Shams quyosh demak. Surada Alloh taolo qasamyod bilan nafsini poklagan kishining najot topishi, gunohga botganlarning noumidlikda qolishi kabi tanbehlar bilan birga Solih alayhissalom qavmi Samud qabilasining qilmishlari uchun berilgan jazo haqida xabar beradi. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle qasamyod etaman quyosh va uning ziyosi bilan, uning quyoshning ortidan kelgan oy bilan, uni yerni quyosh yoritgan paytidagi kunduzi bilan, uni quyoshni qoplagan tun bilan, osmonlar va Alloh bino qilgan boshqa narsalar bilan, yer va u yoyib qo'ygan boshqa narsalar bilan, nafs va u yaratib tiklagan zotlar, insonlar bilan. Darvoqe unga nafsga fisq fujurini ham, taqvosini ham u ilhom qilib qo'ygan. Mazkurlar bilan qasamyod etamanki,